Assalomu yurtdoshlar, Yusuf Moto kanalining podpischiklari, Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi Yusuf Moto do'konimizda kvadrotsikllarimiz xo'p, yangi partiyalardan sanoqli qoldi. Bu kvadrotsiklarimizga xohlovchilar uchun pol kabinali, xohlovchilar uchun bez kabinali qilib beraveramiz. Oldida 10-15 metrli levyotkasi bo'ladi. Botib qolgan taxtada o'zini o'zi tortib oladigan darajada. Bular samasvallik variant. Mana o'zi ko'tarib, o'zi tushirib beradigan variantida. Akalar, bortlari 1.30 ga 2 metr bo'ladi. Maza qilib haydaydigan joyi. Ishlatadiganlar, leva qiladiganlar bo'lsa ham bemalol soqqani qilaversa bo'ladi. Tog'li joylarga ham juda vigitni sinab ko'rganmiz. Oldingi videolarimizda tashlaganmiz videolarini, tog'li joylarga, tepaliklarga chiqish jarayonlarini. Xo'p, hozircha aksiya narximiz ketyapti. Pol kabinali kvadrotsiklimiz samasvalli varianti, oldida levyotkalar bor. 45 million so'm. Bez kabinali, levyotkali, samasvalli variantimiz 43 million so'm. Akalar, bemalol 90li 370 080 90li 005 41 45 nomerlariga aloqaga chiqaverasizlar. Juda sifatli, baquvvatidan faqat Yusuf Moto do'konida bo'ladi. Xo'p, like bosmaganlar like bosib banglatib tashlayveramiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz va keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun hamma texnikadan bizda mavjud. Akalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.